Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatib boruvchilar, hamyurtlar. Bugungi kunda bir masala bor. Hozir Rossiyaga kelgan birinchi o'zbek albatta birinchi bo'lib karta olishga harakat qilyapti-da. Karta olganda ham Sberbank. Sberbank karta hozir pullayapti bo'ldi. Ya'ni kimdandir 2200, kimdandir 3199 rubl, kimdandir 3300 rubl. Xuddi shu holatlarda 3199 rublini sotib olingan podpiska, ya'ni Sberzdorovydan podpiska sotib olyapti. Shuni atmen qilishda, ya'ni pulni podpiskani bekor qilib, pulni qaytarib olish imkoniyatini o'rgatib o'tmoqchiman. Endi 3100 rubl har holda cho'ntagimizga qaytib keladigan bo'lsa, bu menimcha yomon emas deb o'ylayman. Oldindan aytib beraman, bu darhol bo'ladigan jarayon emas. Xabar yozish kerak, zaявление qoldirish kerak va shu bilan birga 15 kun ichida qaytadi. Shunaqa deb yoziladi. Aslida bir hafta 10 kun ichida kartangizga qaytib tushadi vazurat. Xo'p. Endi birinchi o'rinda Sberzdorovyga kiramiz. Sberzdoroviy programmasiga kiramiz. Aytib o'tganimizdek. Sberzdorovyani aslida bankda o'zida qilib beryapti buni. Buni ham bir qancha qulayliklari bor, ishlatsangiz agar. Tak. O'rnatilgan parolni terib kiramiz. Va bu yerda qarang. Mana bu yerga bosasiz, profilga, pastanga emadi podpiski tugmasiga bosasiz. Shunda mana siz ulangan tarif rejasi turibdi. Podpiskangiz turi. Все врачи онлайн Light Plus. Menimcha hammada shu bo'ladi. Endi mana bu joyda поддержка bor. Поддержкаga kirasiz va ushbu joyda chatda yozishni boshlaysiz. Mana bu holatda biz yozib chiqqanmiz. Men bu xizmatni bekor qilishdi va pulni qaytarishni istayman. Men baribir bu xizmatdan foydalanmayman deganimda menga javob beryapti operator. Bu holatda deyapti, shop Sberhealthga xabar qoldirishingizni so'raymiz deyapti. Ya'ni ushbu manzilga, pochta adresiga xabar yozish kerakki, для возврата средств отправьте, пожалуйста, письмо на адрес deb turib o'shani beryapti. shop@sberhealth.ru. Pochta указана в вашем личном кабинете deyapti. Ya'ni siz lishni kabinetingizda ko'rsatilgan email pochta orqali deyapti. Xuddi biriktirilgan pochtadan jo'natish kerak xabar, chunki tasdiqlash bo'ladi bu. И чтобы проверить или изменить адрес электронной почты deyapti. Elektron pochtangizni o'zgartirish va tekshirish maqsadida откройте веб-versiю личного кабинета. Mana bu личный кабинет manziliga kiring deyapti. Va перейдите в раздел мой профиль и найдите поле электронная почта в списке ваших данных deyapti. Ya'ni bu yerda hozir kirib ko'rsatib o'taman. O'sha joyda личный kabinetda mening profilim va elektron pochta polyasini ko'ring deyapti. Mo'y profil bo'limi elektron pochta polyasi. Tak. Endi bu yerda o'sha xabarni yozishda pochta orqali ko'rsatib o'tyaptiki, fiodi tema pisma deyapti. Ya'ni xabarni mavzusiga возврат deb turib fioingizni yozing deyapti va xabarni o'zida в письме укажите полный фио. To'liq ism familiyangizni kiriting, отчествоңizni deyapti va telefon raqamingiz, summa возврата, возврат miqdori, название возвращаемого продукта и услуги. Ya'ni endirada Light Plus podpiska tipini ko'rsatdim, shuni ko'rsatish kerak bo'ladi. Summa возвратga Sberbank istoriyangizni ko'radigan bo'lsangiz 3199 rubl turgan bo'ladi. O'shani yoziladi. Nomer telefoniga ulangan telefon raqamingiz, Sberzdorovyga ulangan telefon raqamingiz. U katta ehtimol bilan Sberbankga ham ulangan hisoblanadi. Tak. Data покупки, оплаты. O'sha yerda Sberda 3199 rubl ustiga bosadigan bo'lsangiz, cheslolari kelib chiqib turadi. O'shani yozasiz, sotib olingan sana va причину возврата, qaytarish sababi. Причину возвратga men shunchaki ishlatishni xohlamayman. Shuning uchun возврат qilyapman desangiz bo'lardi. Ruschada. Agarda ruschada yaxshi bilmaydigan bo'lsangiz, Google переводчик yoki Yandex переводчикdan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p. Endi mana bu pochtaga xabar yozishdan oldin u pochtaga juda ko'pchiligimizda Gmail bor. Gmail orqali yoki mail yoki Yandex mail orqali
pochta ochib jo'natishingiz mumkin. Endi ko'pchilikda Play Market bo'lganligi uchun Gmail bo'ladi. Endi mana bu berilgan sahifasiga kirib o'tamiz. Sberbankhealth.ru ga. Mana qarang. Ushbu joyda kirdik. Waiting bosasiz. Va bu yerda telefon raqam orqali kirish va nomeri telefoni osonroq bo'ladi. Telefon raqamini kiritganingizdan keyin получить kodni bosasiz. SMS kod keladi. Kiritasiz SMS kodni. Kiritganimizda hozir mana aytilgandek kirdim. Endi mana bu profilga bosasiz. Mo'y profil mana. Bitta bosganingizda mana mo'y profil bo'limi turibdi. Bu yerda mana elektron pochta qatorini ko'rsatyapti. Bu yerda ko'pchilikda yo'q bo'ladi boshida. O'sha yerga yozib turib xabar boradi bu yerga yozganingizda. Uni ham birato'la ko'rsatib o'tib ketmoqchi bo'lyapman. Mana Gmailda kirgandan keyin mana bu knopkaga bossangiz ko'rinib turadi manzilda. O'sha manzilda olasizda. Mana bunda Erkinjon Kenjayev 2 turibdi. Xuddi shuni olib o'sha yerga yozasiz. Yozganingizda mana bu подтверждение xabari keladi. Bu подтверждение xabarida mana bu yerda knopka bo'lishi kerak. Mana подтвердить emailga bitta bossangiz, подтвердить bo'lib o'sha joyga borib tushadi. Manzil o'rnaydi. Xo'p, keyin vazviratga ariza topshirsangiz bo'ladi. Buning uchun yuborilgan xabardan ko'rsataman, прямой. Chunki men уже yuborib bo'lgandim. Bu birinchisi emas. Mana bu yerda mana qarang mana. E'tibor qiling. Tepada buni Vazvirat Kenjayev Erkinjon Sulaymon Qulovich turibdi. U tema, ya'ni mavzu o'zi aytib o'tgandek, keyin FIO. Keyin telefon, summa, подписка, data покупки, причина возврата. Shu mana. Shuni jo'natasiz. Ushbu xabarni yozib jo'natganingizda quyidagi manzilga, ya'ni bu yerda aytib o'tganimga keyin javob keladi mana bundoq. Mana sizning xabaringiz qabul qilindi 15 kalendar ish kunida ko'rib chiqiladi. Va undan ham tezroq ko'rib chiqamiz deganiga xabar. Undan keyin уже Xudo xolasa plus vazvirat bo'ladi. Undan keyin yana bitta xabar kelishi kerak. Sizning xabaringiz ko'rib chiqildi. Qancha muddat ichida pulus qaytadi degan. Xo'p, hozircha shu xabar bilan Xudo xolasa undan keyin bir hafta yoki 10 kun ichida pulus qaytib keladi. Shu bilan plastik karta yana sizga tekinga tushadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, chunki ko'pchilik ko'rsin, foydali bo'lsin, ko'pchilik foydalansin. Savollar bo'lsa kommentariyalarda yozinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.